Hammaga salom, sizlar bilan Jor. Hozirgi videomizda routerni sibros bera olgansiz. Routerni sibros berganingizdan keyin Wi-Fi nomi chiqmayapti yoki umuman ulanolmayapsiz. Qisqasi, internetingizdan foydalana olmayapsiz. Buni qanday qilib turib hozir hal qilishni ko'rsataman video mobaynida. Mana shu videoni boshladim. Xo'sh, avvalambor routerning oldiga kelishingiz kerak bo'ladi va routerning orqasida mana ko'rib turgan bo'lsangiz, nakleyka turibdi. Shu nakleykada yozilgan Wi-Fi nomi va paroli. Hozir video sifati yomon bo'lib ketdi, sifat bo'lmaganiga. Wi-Fi'ingizga mana bu yerdan через QR-kod ulansangiz bo'ladi. Wi-Fi sibros berganingizdan keyin sizni xo'sh. Sibros berganingizda nima hodisa ro'y beradi? Sibros berganingizdan keyin mana bu yerdagi hamma indikatorlar o'chib yonib, orqasidagi mana bu knopkani bosgan bo'lasiz. O'zingiz bilmagan holatda yoki bilgan holatda so'z farqi yo'q. Mana bu orqasida mana routerni prям mana yonida kichkinagina tugma turibdi. O'tga gugurt cho'pi yoki igna yoki umuman shu teshikka kiradigan o'chgan ham bo'ladi. O'sha narsani tiqqaningizdan so'ng sizda mana routerni o'chirib qo'yman bilmasdan. Qisqasi shunaqa narsa bo'ladi. Orqasidagi Wi-Fi nomi va parol orqali ulanasiz va hozir sizga qanday qilib turib buni настройка qilishni ko'rsataman. Xo'sh, Wi-Fi ga ulanishingiz uchun o'sha Wi-Fi настройкasiga kirasiz va bu yerdan o'sha router orqasidagi yozilgan sizda misol uchun TP-Link routeri, Mi va boshqa rusumdagi router bo'lishi mumkin. U umuman farqi yo'q. Qisqasi shu routeringizga ichiga kirganingizdan keyin misol uchun mana hozir parol terilgan, parol so'ramaydi. Sizda parol so'raydi va o'sha orqasidagi router orqasidagi nakleykada parol deb yozilgan joyini parolini terib kirasiz. Va uni terib kirganingizdan keyin Wi-Fi'ni ustiga bosib kirib, uni ichki danneylari, ya'ni ma'lumotlarni ko'rishga kirasiz va bu yerda marshrutizator degan joyga ahamiyat bering. Sababi shu marshrutizator degan joydagi raqamlarni to'g'riligicha Chrome'ga kiritishimiz kerak bo'ladi, ya'ni routerimizni sozlashimiz uchun. Va yana bir narsani aytish yodimdan chiqibdi. Bu qiladigan настройкаlarimiz sizda optический router bo'lishi kerak emas. Sababi optический router bo'ladigan bo'lsa, u yerda yana bitta punkt bor. Bu punkt VLAN ID bo'ladi. VLAN ID afsuski mana routerim unaqa router emas, shuning uchun men sizga buni hozir o'rgata olmayman. Agarda routerim keladigan bo'lsa, sразу shuni tushuntirib ketaman. Xo'p, sizda misol uchun shunaqa qurilma turibdi, manushka degan va optический shu signalni elektrический qilib o'tkazayapti va asosiy shu kabel WAN portiga ulangan. Bu holatdagi настройкamizni hozir birga ko'ramiz. Xo'sh do'stlar, Chrome'ga kirib olamiz. Sizda Chrome bo'ladimi, Safari bo'ladimi, umuman farqi yo'q. O'zingiz shu ishlatadigan, foydalanadigan brauzerga kirasiz va o'sha marshrutizator degan joydagi raqamlarni to'g'ri kiritishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, nuqta 192.168.0.1. Shu bilan siz yangi parol terishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni новый parol и login или parol chiqib turgan bo'ladi sizda. Xo'p, ikkalasida ham takrorlanadigan kod bo'lishi kerak bo'ladi. O'shani terasiz. Terganingizdan keyin routeringizning keyingi safarga kirishi uchun parolni qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun uni sizda qoladigan bu narsa qo'shishingizni tavsiya qilaman. Men esa admin 1 2 3 qo'yib qo'yganman. Shu orqali kiramiz. Расширение, быстрая настройка. Sizda o'zi быстрая настройка turgan bo'ladi avtomat tarzda. Xo'p, sizda выбрать часовой пояс turadi. Выбрать часовой пояс sizda umuman boshqa UTS plus minus ko'pincha holatda -3 bo'ladi. Buni +5 ga o'tkazishingiz kerak. Yoki Yekaterinburg yoki Ashxobod, Toshkent. Men ko'pincha holatda Ashxobod, Toshkent qilaman. Bu nimaga kerak? Bu bizani routerimizni o'sha qaysi regionda ishlayotganligini, vaqtlarni bilishligi, sanalarni bilishligi uchun kerak bo'ladi. Umuman to'g'ri vaqt uchun. Xo'p, dalil tugmasini bosamiz. Bu yerda выбрать тип подключения вручную ni bosamiz va sizda agarda internet Turon Telecom bo'ladigan bo'lsa, dinamический IP tanlaysiz. Dinamический IP tanlaysiz va dalil tugmasini bosib o'tib ketsangiz bo'ladi. Agarda sizda Ustelecom, Comnet yoki Sarkor bo'ladigan bo'lsa, PPO'ni tanlaysiz. Sarkor to'g'ri esimda yo'q. Ularda dinamический или PPO.
Xo'p, buni operator yoki admindan so'rab turib bilsangiz bo'ladi. Qisqasi, siz nima kerak bo'ladi? Sizga bu yerga имя пользователя va parol degan joyi kerak bo'ladi. Uni yokida sizga tashlab ketishgan yoki siz o'sha ular bilan bog'langan holatda dispetcherlardan yokida adminlardan bilib olishingiz kerak bo'ladi. Имя пользователяni terasiz, uni terganingizdan keyin parolni terasiz, o'sha yetishadi va dalay tugmasini bosasiz. Dalay tugmasini bosganingizdan keyin Wi-Fi nomi va parolini terib dalay qilib o'tib ketasiz va sizni routeringiz to'liq sozlanadi. Bu yerda установить avtoobновлениeni bosib o'tsangiz bo'lgani. Bu nimaga kerak? Bu bizani routerimizni yaxshi ishlashligi uchun keyinchalikka qochishlar, ping misol uchun katta bo'lishligi, tezlik past chiqarishligi ehtimollarini oldini olishligi uchun, ya'ni routeringiz to'g'ri soz ishlashligi uchun kerak bo'ladi. Agarda sizda Smart Connect funksiyasi bo'ladigan bo'lsa, bu funksiya ikkita Wi-Fi tarmog'ingizni bitta qilib qo'yadi, ya'ni 2 tor va 5 chastotadagi routerlaringiz bitta tarmoqda ishlaydi. Agarda uzoqlashib ketadigan bo'lsangiz, routerdan 2 torga o'tadi va stabil internet ishlashligi uchun, skorost berishligi uchun yaqinlashadigan bo'lsangiz 5G ga o'tadi. Kattaroq tezlik va tezroq ma'lumot almashlanishligi uchun va umuman 5G 2 torga qaraganda stabilroq va kattaroq skorost berganligi uchun. Xo'p, Secret SSD funksiyalari bu sizni Wi-Fi'ingizni secretni set qilib qo'yadi, ya'ni nomi Wi-Fi tarmoqlaridan chiqmaydi. Siz Wi-Fi qidirasiz, ammo u sizga ko'rinmaydi, sababi secret qilingan bo'ladi. Xo'p, buni aytib o'tdim. Xo'p, menda men Dynamitskini tanlab dalay qilib ketaman va shu funksiyalar bu yerda ham shu ishlaydi. Rekomendatsiyani bosib qo'yasiz, dalayni bosasiz va routeringiz nastroyka bo'ladi. Bo'lgandan keyin agarda Wi-Fi nomi va paroli esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, mana bu yerdagi ma'lumotlarni rasmga olishingizni tavsiya qilaman. Va shuni qilasiz, xohlasangiz QR kodni ham rasmga olsangiz bo'ladi. Пропустить qilamiz, завершить. Bo'ldi. Misol mana internet provideringizdan kelayotgan IP adres mana IP'si kelib chiqadi, PPOE bo'lsa PPOEdek kelib chiqadi. Xo'p, shunaqa qilib turib internetingiz ishlayotganligini bilib olsangiz bo'ladi. Agarda sizda 00 turgan bo'lsa, demak sozlamalar xato. Lekin katta ehtimol bilan menimcha hammada o'xshashi kerak. Agarda to'g'ri bajargan bo'lsangiz hamma narsani. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kanalga like va tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.